Tojikiston Bapesh. Assalomu alaykum. Ahli tojikistonliklar, birodarlar, qadrdonlar, Umra safariga ajoyib chegirmalar bugungi videoyimizda. Eng asosiyini aytaymi? Yaqin gastnitsani ham topib qo'yganmiz sizlarga. Zo'r sharoit qilib qo'yganmiz. Tojikistonliklar yaqinlarga ulashaylik, arzon chegirmaning narxlarini ko'rishsin. $1050, $1100 ketyapmiz deyishyapti. O'zimizda arzon qilib qo'ydik-ku, sizlar kutgandan ham arzon. Videoda oxirigacha ko'ringlarda. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali sizlarga zo'r imkoniyat, zo'r sharoit. Tojikistondan yo'lga chiqasizlar, 1-2 kun oldin kelasizlar, gastnitsaga joylashasizlar, damni olib ertasi uchib ketasizlar. Endi gastnitsaga ham biz rasxod qilamizmi deysizlar. O'zimiz endi rasxodini o'zimiz bo'ynimizga olib, o'zimiz chiroyli qilib joylashtirib, damlaringni olib, ertasi uchib ketasizlar. Xudo xolasa, ajoyib imkoniyat tojikistonliklarga. Mana sharoitni zo'rini tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa, 1 kunlik gastnitsa to'lovlarini o'zimiz to'lab beramiz. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada esa 800 metr masofadagi gastnitsa 10-12 daqiqalik piyoda haramga yo'l. Avtobusi ham bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari: Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i va boshqa ziyoratlar. Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, Hiro g'ori, Savr g'ori Xudo xolasa Qizil dengiz sayohat firma hisobidan amalga oshiriladi. Aeroportda 50 boshlarimiz birga borib, birga kelishadi. Shunaqangi kamzil, shunaqangi so'mkalarimiz taqdim etishadi, vizalaringni berishadi. Xudo xolasa bordi keldi biletdan xavotir olmaysizlar. 14 kunlik umra paketi hisoblanadi. Va Xudo xolasa 15 ta 20 ta ko'pchilik bo'lib borayotganlarga chegirma qilib beramiz. 50 boshi o'zi 50 ta odam qilib qo'ygan biz orqali umra safariga bormoqchi bo'lsa, u odamga ham bonuslarimiz bor, chegirmalarimiz bor, hamkorlar bilan ham ishlayveramiz. Toshkentdan 14-iyulga bor, 21-28-iyul sanalariga 3 ta reysimiz bor. Iyul oyiga 14-iyul, 21-iyul, 28-iyul. Toshkent, Jidda, Primo, o'rtada pereslatga qilmaysizlar. Jiddadan Madinaga, Madina Munavvaradan Makkaga qaytib, Jiddadan qaytib kelasizlar. Xudo xolasa narxini $885 vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa $985 dan qilib beramiz. Inshaalloh juda ham chiroyli arzon narxlar. Farg'onadan reys so'raganlarga 15-22-29 iyulga $1025 dan vizalaring bo'lsa $925 dan qilib beramiz. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp bor, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ko'pchilik o'zi aloqaga chiqyapti, gaplashyapmiz, ma'lumotlar beryapmiz. Chiroyli sharoitlar sizlarga tushuntirib beramiz. Xudo xolasa xavfsiz va mukammal umra qilishlik imkoniyati aziz yurtdoshlar, aziz qardoshlar sizlarda bor. Aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. Narxlarimiz bexijolat, sharoitlarimiz bexijolat, bordi keldi biletlaring bexijolat, kesalaring, gastnitsalaring tayyor, 1 kun damlaringni olinglar. Ovqatlardan muammo yo'q. Gastnitsamiz go'zal, 50 boshlarimiz chiroyli qarashadi. Yana nima kerak? Bizning mehnatimizni, bizni sizlarga arzon narximizni bitta narsa bilan nima deydi, baholasalaring bo'ladi. Like bilan, yaxshi kommentariyaga fikrlar bilan, hamda Tojikistonda umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar, arzon narxlardan boxabar bo'lib tursin. Va bizga obuna bo'lib qo'yinglar, chegirmaning narxlarni kuzatib borasizlar. Bizni gaplarimiz, bizni qilayotgan harakatlarimiz ma'qul kelsa kommentariyaga Olg'a O'zbekiston deb yozib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.